inson bir olimga aytibdi, sen hamma narsa Qur'onda bor deysan. Bitta savol beraman. Aniqki javob bera olmaysan. Nima savol? Qur'onda kompyuter haqida bormi? Chunki u biladi. 14-asrda texnika bo'lmagan, kompyuter degan gap bo'lmagan. Shu gap bilan go'yoki haligi olimni yoki dinni bir qoralamoqchi bo'ladi. Ahli ilm o'ylamaydi. Bor deydi. Shunda yondagilarga qarab aytadi, mana ko'rdinglarmi, bular shunaqa. Nima bo'lsa bordir. Qani hujjat keltirdik. Sen deydi Qur'onning 29-parasidagi 2-surani o'qigan deydi, tafsirini deydi. U sura nima? Qalam surasi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Nun val qalami va ma yasturun. Sadaqallohu azim. Alloh taolo qasam ichadi. Qalamga va satr qiladigan, yoziladigan narsaga qasam deyapti. Sen bugun klaviaturada yozyapsanmi? Ha, demak sen bilginki, yozayotgan narsang Qur'onda bor. 14 asr oldin aytilgan. Ya'ni Qur'onda bugun kashf qilinyapti. Hamma narsa bor. Faqat uni ilm idrok bilan insonlar bugun haqi. Demak, Qur'on haqmi? Hadis haqmi? Nima uchun Qur'on jannat do'zax bor desa ishonmaydi inson? Ana Alloh taolo Qur'oni Karimni Baqara surasida allazina yu'minuna bil g'aybi va yuqimunas solata va mimma razaqnahum yunfiqun. Mu'minlarning sifatini birinchi oliyligi g'aybga ishonish. Jannat do'zaxni ko'rmasak-da bor deyaptimi bizni yaratgan zot? Rasululloh sallam bor deyaptilarmi? Demak bor u.